Rahmatjon kanali uchun odдельный подписчиклар uchun sovg'amiz bor. Bu qanday sovg'a deysiz-ku? Rahmatjon al aksiya bo'ladi. Bugun xudo xolasa videoni yarib, ikkiga bo'lib qaytadan joyga qo'yadigan aksiya bo'ladi. Real zo'r aksiya bo'ladi. Javob shu Rahmatjon Shohlayz kanaliga obuna bo'lishi shart. Shunday like bos kanal bo'lishi kerak bo'ladi. Kanali bor, kanalni 3 kun davomida 3 million 700 so'mdan qo'yib beramizmi? Shunday 3 ming tarasini chiroyli zo'r gaplarni, tilaklarni bildirgan odamlar uchun. Shunda tekin bu. Bu ana obuna bo'lganlar, Shohlayz do'koniga o'tadilar, 700 so'mdan. Javob 3 kun. 3 kun davom etadi aksiyamiz nimaga? Yegandan keyin so'ng sotib bo'ldi, yo'q deb qo'yamiz. Yo'q, unday gap bo'lmaydi. Yetirib beramiz. Yetirib beriladi. Yozib turib like to'plagan odamga beramiz. Eng ko'p like to'plagan bu bir. Ya'ni birinchi o'rin uchun. Birinchi o'rin uchun. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar, bugungi videomiz obunachilar issiq kunlarda issiq aksiyani boshladik obunachilar. Hozir to'liq ma'lumotni o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shukr. Qani bu aksiyani nechik bo'lib turibdi bu? Assalomu alaykum Shohlayz do'koni kuzatuvchilar. Issiq kunda qaynak aksiyalar. Bugun xudo xolasa manfaatli bo'ladigan video chiqarib beramiz. Hammaga manfaatli, foydali, zo'r aksiyani qo'yib beramiz. Buning uchun obunachilar bir like bosish kerak, kanalga yangi obuna bo'lib qo'yishni ham unutmash kerak. Bu aksiyamiz 3 kun davomida davom etadi. 3 kun davomida amal etadi. Aksiyalarimiz qana konditsioner raqamda bo'ladi. Konditsionerlarimiz qana 3 kun arziydigan aksiyami shu? 3 kunga arziydigan, 3 kunga stoyt aksiya bo'ladi. Bugun xudo xolasa videoni yarib, ikkiga bo'lib qaytadan joyga qo'yadigan aksiya bo'ladi. Real zo'r aksiya bo'ladi. Javob shunday, aka hech kimda bo'lmagan. Hech kimda bo'lmagan. Shohlayzda bo'lgan aksiya bo'ladi bugun xudo xolasa. Shohlayzda bo'lgan. Qani buni esa danishtirishni boshlagan. Artel brendi asosida ishlab chiqarilgan Marvarid konditsionerlarimiz. Bu Marvarid konditsioner Artel brendining o'zi aslida hech kimga tanishtirish shart emas. Hammaga tanish, haqiqiy servisi bor, haqiqiy konditsioner, haqiqiy mujik konditsionerlardan birsi. Stabilizator bor, ya'ni 130 dan 260 gacha o'zini to'q volt kontroli bor. Bilasiz, kam to'xtam ishlaydi, ko'p to'xtam ishlaydi. Xullas, buni tushuntirib o'tiryapman. Nechalik bular? Eng qizig'i 12lik, 18lik. 12-18. 3 million 700 ming so'mdan qo'yib beramiz aksiyaga. 3 kun davomida 3 million 700 so'mdan qo'yib beramizmi? Shunday 3 million 700 ming so'mdan. Javob 3 kun. 3 kun davom etadi aksiyamiz. Videomizni ko'p cho'zib o'tiramiz, qisqa lo'nda aytamiz, aksiyani zo'rini ishlab beramiz. 18 lik konditsionerlarimiz bor. Marvarid 18 lik konditsionerimiz. Invertor motori bo'ladi, haqiqiy volt kontrol bor. 130 dan 260 gacha to'qni filtrlaydi. Servis xizmat ko'rsatishini bilasizlar. Chisi Artel firmaniki. 18 lik. 18 lik 5 million so'mdan ustanib ketib beramiz. 5 million so'm. Shunday. 5 million so'mdan ustanib ketib beriladi. Dastlabki ustanibkisi bormi? Dastlabki ustanibkisi qarasa muddati to'lovga beramiz. Muddat to'lov imkoniyati bormi? U bilan cheklanmadi. Avalon konditsionerimiz bor, Avalon. O brend konditsionerlarimiz ko'p bo'ladi. Bugun konditsioner sindirish bo'lsa sindiramiz, aga. Sindirish bo'lsa sindirib ketamiz. Brendi Avalon. Toza chiqqan model, tabloli bo'ladi. Narxi 5 million 200 ming so'mdan ustanib qo'yib beramiz. 5 million 200 ming. Konditsioner, bura bir tasavvur 5 million 200 ming so'm. Bu kadar bunu berib bilamiz, javobni. Berib bilamiz, xudo xolasa. Sani chegaralanmagan 3 kun davomida yetirib beramiz hammaga. Yegandan keyin so'ng sotib bo'ldi, yo'q deb qo'yamiz. Yo'q, unday gap bo'lmaydi. Yetirib beramiz. Yetirib beriladi. 3 kun ichida hammaga yetirib beramiz. Obunachilar 3 kun shoshilib qolamiz. Qarang, Avalon endi Bruselni aytdik-ku, qo'yma partiyasi bor buni. Jaluzi 50 setkali variant bo'ladi. 6 million 200 ming so'mdan, aga. 6 million 200 dan. 6 million 200 ming so'mdan. Avalon konditsioner 6 million 200 ming so'mdan eshitganmiz, Avalon konditsioner bir uyini quribdi deganini. Obunachilar bu tarixda bo'ladigan gapimiz bu. Mana xudo xolasa Shohlayzda bo'ladi bu tarixda. Obunachilar yangiliklar uchun like bosishga kelgan obunachilar 3 kun davomida amal etadi. Shoshib qoladi. Obunachilar manzilga keladigan bo'lsak, avvalgi Shohlayz, hozirgi Uni Molda obunachilar. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Nima bu yana? Endi ko'p yerda sovg'a berib yotibdi-ku, aga. Sovg'a berib yotibdi, baho balandda. Endi eng solashtirib bizga kelsinlar. Biza bularga sovg'a bermaymiz. Bu taniqli brendlarga sovg'a berib maqtov shart emas. O'zi hamma biladi bu narsani. Buni o'zini aksiyaga qo'yganimiz o'zi sovg'ada hozir. Aksiyaga qo'yganimiz o'zi sovg'a. U bilan chegaralab qolamiz. Rahmatjon kanali uchun odдельный подписчиклар uchun sovg'amiz bor. Bu qanday sovg'a deysiz-ku? Rahmatjon al. Obunachilar har doimgidek xabarlarimiz boshlandi. Necha sovg'amiz bu videoni maksimal ko'p odamga tarqatib, Shohlayz do'koni kanaliga obuna bo'lgan odamlar uchun. Shu Rahmatjon Shohlayz kanaliga obuna bo'lishi shart. Shunday like bos kanal bo'lishi kerak bo'ladi. Kanali bor, kanalga obuna bo'lib turib, shu videoga kommentariy yozgan odamlarga qo'yiladi. Kommentariy yozgan odamlar. Kommentariy obuna bo'lishi kerak. Ham obuna bo'lib, ham kommentariy yozib, chiroyli gaplarni yozgan odamga beriladi. Bu bilan to'xtamiz. Bu bilan to'xtamaymiz. Bu sovg'ani uchun deb o'ylaysiz?
Bu soğan için. Bu soğukada Shahlayz do'koni uchun, obuna bo'lgan uchun odamlar uchun. Obuna bo'lgan uchun. Shunday. Shahlayz do'konimizni kanaliga obuna bo'lib, podpiska bosib, videolarga like bosib, kommentariyasini chiroyli zo'r gaplarni, tilaklarni bildirgan odamlar uchun. Shunda tekin bu. Bu ana obuna Podpiska bo'lgan. bosadilar, Shahlayz do'koniga o'tadilar, videoni maksimal tarqatadilar, yurakchani bosib qo'yadilar, kommentariya yozadilar, shu sovg'alarni tasodifiy tarifda yutib oladilar. Bu so'g'a kim uchun desa? Bu sovg'amiz Shahlayzni do'konimizga kanaliga obuna bo'lib turib, eng ko'p kommentariyada yozib turib, like to'plagan odamga beramiz. Eng ko'p like to'plagan bu bir. Ya'ni birinchi o'rin uchun. Birinchi o'rin uchun. Belgili. Sizlar kelasizlar do'kondan rejalasizlar, ammo sizlar ham uyda o'tirib like bosasizlar, videoni tarqatasizlar, Bular tasodifiy aniqlaymiz. sovg'alarni beramiz. Bu ikkisi tasodifiy bo'ladi. Shahlayz do'koniga podpiska bo'lib, videoni tarqatib, shu Shahlayz do'koni ichida videoga kommentariya yozilib, kommentariyaning ichida tasodifiy aniqlab beriladi. Obunachilar bu ikkisi tasodifiy aniqlanadi. Bu eng ko'p like to'plagan uchun beriladi. Nishatish kerak, kanalga obuna bo'lish kerak, bir like bosish kerak. Bularni kanalini, kommentariyani boshida belgilab qo'yaman. Obunachilar shunda kelasizlar, ustidan bir bossanglar Shahlayz kanalini o'tasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Obunachilar manzilga keladigan bo'lsa, ko'pchilik manzilni so'raydi. Manzilimiz o'zi Ansatmon obunachilar. Bu tarafdan kelsa, Qirg'izobod tarafdan keladigan yo'limiz yana tozalanib turgan Do'mlar va bir o'zi ko'rinib turibdi men. Unimol. Bu tarafdan kelsak, obunachilar Bo'ston bozordan Qirg'izobodga chiqib ketadilar. Yo'lni bo'yida o'zi Unimol ko'rinib turibdi yozuvlar bilan. Dim tushunmaylar uchun ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Keyingi videoda görüşünce sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.